Assalomu alaykum hammaga, vatandoshlar, yurtdoshlar, mahalladoshlar. Ayniqsa men uchun qadrli bo'lgan 75lar Jivoy sinfdoshlarimni nazarda tutyapman. Qayerda bo'lsalaring sog' bo'linglar. Hozir aytiladigan qo'shiq hammamiz birgalikda yoshlik chog'larimizni qaytmaymiz, eslashga harakat qilamiz albatta. Ayniqsa maktab davrlarini. Hozir aytiladigan qo'shig'im ham Xayr maktabim. Albatta qo'ldan kelguncha. Bahorning so'nggi kunlari tugar yoshlik chog'lari jaramaydi so'nggi qo'ng'iroq. Xayr sho'xligim do'stlarim, afsus afsus endigina qadringga men yetganimda men bag'ringdan uchib ketarman yangi hayotga. Oq yo'l tilaysan sen bizga. Xayr maktabim, xayr sho'xligim, birinchi sevgim, xayr xayr do'stlarim. Xayr maktabim, xayr sho'xligim, birinchi sevgim, xayr xayr do'stlarim, beg'ubor yoshligim. Hozircha xayr.